oilamda yoki o'zimni hayotimda bir haromi ishni qilgan joyim yo'q, bir harom orttirib qo'ygan joyim yo'q. Tug'ilib o'sgan sharoitda haromi, itvachcha degan gaplar oilamizda ishlatilmagan bizda. Shohjahon Jo'rayev ukajonim javobgar bo'lib bolaki eshitishimiz g'alati. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishning yangi va qulay usulini qidiryapsizmi? Tanga Pay ilovasi orqali O'zbekistondagi Humo, Uzcard va Visa kartalariga bir zumda pul yuboring. Bundan tashqari O'zbekistonga AQSh dollarida naqd pul yuborish imkoniyati ham mavjud. Hattoki Rossiyadan turib O'zbekistondagi kommunal va boshqa to'lovlarni ham onlayn amalga oshirishingiz mumkin. Bularning barchasi bitta ilova ichida, tez, qulay va ishonchli. Tanga Pay ilovasini yuklab oling va pul yuborishning yangi darajasini sinab ko'ring. Tanga Pay yaqinlaringizga yanada yaqinroq. Shohjahon Jo'rayev ukajonim bolakay. Nimaga bolakay deyapmanki, kecha istoriyani menga jo'natishdi muxlislarim. Men-ku san istoriyani hayotda kuzatmayman. Mani muxlislarim, shu kommentariy yozgan muxlislarim itvachchalar, haromilar deb so'kib tashlabsan. Endi bu so'kishing menga mana shuncha ham zarracha ham ta'sir qilmadi, chunki mani avlodimda, oilamda yoki o'zimni hayotimda bir haromi ishni qilgan joyim yo'q, bir harom orttirib qo'ygan joyim yo'q. San oilangni bilmadim lekin. Shuning uchun bunaqa hissiyotlarga berilib ketib ishlar qilmaganman. Yozib berdinglar, sudlarga qatnashdik. Shtraf chiqarib beryapsizlar. Shtraf to'laymiz gapi yo'q, qonun buzilgan bo'lsa, O'zbekiston qonunlariga hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Endi ham pul to'lab, ham sudga berilib, ham oxirida mana bu haromilar, itvachchalar deb so'kib tashyapsan. Endi avvalambor Alloh rozi bo'lsin sendan. Bizni yelkamizdagi gunohlarimizni olib o'zingni yelkangga ilganing uchun. Shuning uchun men muxlislarimni o'zimni hech qachon so'ktirib qo'ymayman senga. Endi qonun ishlayapti deysizlar. Qonun, meni ham qo'shiqlarim qonunlashtirilgan. Meni ham qo'shiqlarimni masalan Ozarbayjonlik Adolat Shukurov 2011-yilda aytgan, seni hech kim seva olmaydi meningdek qo'shig'imni. Uydagi yor farishtangni yig'latma degan qo'shig'imni qirg'iz, qozoq, juda ko'p millatlar ijro qilgan, turkmanlar. Birortasi mendan so'ramagan lekin shularni. Lekin men yozib bermadim shularni hech qachonki, nimagaki men san'atimni pulga sotish xohlamayman. Umuman men o'zimga hech qachon bunaqa ish qilib ko'rmayman. Shuning uchun men unaqa ishlar qilmaganman. Sizlar aytyapsizlar, qonun ishlayapti. Farishtani yo'qolmaylar. Qonun yoki san'atkorning o'zi yoki vakili borib Adliya vazirligiga yozib beradi, keyin ishlaydi qonun. Bunaqa senlar-chi 200 amachilik qilish kerak emas. Odam tili bilan dili bitta bo'lishi kerak. Bundan tashqari shu so'kishlar endi ham pul to'lab, ham javobgar bo'lib, ham so'kish eshitishimiz g'alati. Men endi tug'ilib o'sgan sharoitda haromi, itvachcha degan gaplar oilamizda ishlatilmagan bizda. Bizda onam rahmatli shu Makkaga imom bo'lgir deb so'kardilar yoki bo'lmasa baraka topkur deb so'kardilar, urushardilar. Men ham seni endi bir so'ksam endi. Shu Makkaga imom bo'lgir, ikki dunyo baxtini bergur deb so'kaman seni. Insof bersin deb so'kaman. Senga ikki dunyo baxtini tilayman ukajonim, lekin haqoratli so'zlar yozmagan. Yazib olsin.